Do'stlar, bize narx navomizga O'zbekiston bo'ylab javob beramiz do'stlar. Nima uchun deydi? Navo 100% hammasida yozilib turibdi. Xohlagan bir modelingizni solishtirib ko'rib olishingiz mumkin do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa bugun sezoniga narsalarga zo'r skitkani, zo'r aksiyani qo'yib beramiz do'stlar. Ishi ko'rib turgan 3 ta telefonlaringiz mutlaqo sizlarga bo'ladi. Bundan burungi videoda kommentariya shova qo'yganman do'stlar. Videoning oxirida o'z g'oliblarini aniqlab beraman. Hammangiz omad tilayman. Xudo xolasa bugungi videoga like bosamiz, kommentariya yozamiz. Kamida 10 dana do'stingizga yuborasizlar do'stlar. Xudo xolasa Instagram faoliyatimizdan bilasizlar. Instagram kanalimizdan yurib turibdi. Instagram kanaliga obuna bo'lasizlar. Sizlar uchun keyingi videoda o'z g'oliblarini aniqlab beraman. Kommentariya shouning ichida ish o'rda ko'rib turgan kulleringiz, pilisosingiz, mikronovkangiz, duxovka pechkangiz mutlaqo sizlarga tekina. Bugungi videomizning kommentariya shouna bo'ldi do'stlar. Xudo xolasa biz skidkalarni, aksiyalarni boshladik. Navni sezoni geldi. Xolodilnikni sezoni geldi do'stlar. Xolodilnik sezoni kelganda sizlarga nerealniy taklifni ko'rasizlar. Faqatgina kuni cheklangan do'stlar 5 kun bo'ladi. Shoshilib ulgurib qolinglar. 5 kun ichida maksimal darajada kommentariya, like'larni yozinglar. Bizning Instagram kanaliga obuna bo'linglar. Xudo xolasa 5 kundan keyin o'z g'olibini shu kommentariya shouda topshirib beraman do'stlar. 3-4 ta podarkangizni. Xudo xolasa bugungi videomizda xolodilniklardan boshlaymiz. Xolodilniklarni ko'rib turibsizlar do'stlar. Bizda magazinimiz tim katta. 1400 kvadratda joylashgan magazinimiz. Xolodilnikni xohlagan brendlaringizdan bor. Qaysi brend kerak bo'ladigan bo'lsa bor. LG, RTL, Samsung, Huawei, Beston, yana ko'rib turibsizlar. Katta deysizlarmi, kichkina deysizlarmi? Yana bir narsasiga ahamiyat beringlar do'stlar. Bize narx navomizga O'zbekiston bo'ylab javob beramiz do'stlar. Nima uchun deydi tursan desangiz, hamma xolodilnikimizni ko'rishingiz mumkin. Narxlarni chegirmaya tushirganmiz. Hammasida narx navo yozilib turibdi do'stlar. Qisqacha boshidan boshlab ko'rsatib beraman. Xudo xolasa bizden kuzatishda davom etsanglar, sizlarga nerealniy aksiyalarni berishda davom etamiz. Volno kompaniyaga 8 million 900 dan 6 million 900 ming so'm, 2 million so'm skidkada katta xolodilnik do'stlar. Atlant kompaniyaga 8 million so'mdan 6,5 million so'm. Atlantniki 8 million 700 dan 6 million 700 ga. Daewoo brendniki 12 million 100 dan 8 million 900 ga do'stlar. Yani aytgandek, hammasida narx navo o'zida yozilib turibdi. Narx navoga 100% javob. Xohlagan bir magaziningiz bilan görüp, salıştırıp, bizden magazinə gelip durup, narxını görüp durup, bergen taklifimiz zor bo'ladigan bo'lsa, xarid etib olishingiz mumkin do'stlar. LG brend. Model 459 so'm degan model 9 million 900 sotilgan, sizlar uchun 8 million 900 ming so'mdan do'stlar. Nerealniy narx, kullerlar ham bu yerda ishlardan ko'rib turibsizlar, katta bo'ladi. Endi turi ko'p. 8 million 602 bor, 9 million 302 bor, 12 million 902 bor. Yana ko'rib turibsizlar, xohlagan modellaringizdan, xohlagan brendlaringizdan bor do'stlar. Endi aksiyasini bugün sizlarga nerealniy taklif beraman, faqat 5 kun shoshilib ulgurib qolinglar do'stlar. Ish o'rda ko'rib turgan xohlagan bir xolodilnikni xarid etib olasizlar. 5 million so'mdan baland bo'lgan. Misol 7 million 900 dan 6 million so'mga tushgan Volno kompaniyasi No Frost bo'ladi. Ichi katta bo'ladi do'stlar, bo'yi 180 bo'ladi. 6 million 900, Beston 7 million 700, Vestel 8 million 100, Seventage 7 900 dan 6 900, Laretto 8 million dan 6 million. Pozis 7 million 400 dan 5 million 400. Getaveradi Schweiker'layna 7 million 300 ming so'mdan do'stlar. Narx navo 100% hammasida yozilib turibdi. Xohlagan bir modelingizni solishtirib ko'rib olishingiz mumkin do'stlar. 5 million so'mdan baland bo'lgan bir dana xolodilnikni xarid etib olasizlar. Misol 8 million so'mdan 6 million so'mga tushgan Laretto kompaniyasiga. Sizlar uchun, podpisчикларimiz uchun do'stlar, shitir 4 million so'm pul bersam nima deydi? Endi hisob kitob etib ko'rishingiz uchun 6 million so'mga xolodilnikni oldinglar, 8 million bo'lgan eski narxi, 6 millionga xarid etib olgandan keyin sizlarga 4 million so'm shitir pul beraman do'stlar. Bu 4 million so'm full. Faqatgina podpisчикларimiz uchun magazindan chiqmagan holda xohlagan texnikangizni olib ketib bilasizlar. Konditsionermi, televizormi, gaz filtr, pechki, pilisosim umuman farqi yo'q do'stlar. Keyin yanında 4 million so'm pulni shitir beraman. Bir xolodilnik oldinglar, sizlarga обязательный baraban sovg'asi bo'ladi yanında do'stlar. Baraban sovg'asidan aylantirasizlar. 1 million so'mdan boshlab 2 million so'mga deyim podarkalar bor. Podarkalar ko'p. 500 minglik ham bor, 300 minglik ham bor. Keyin sizlar uchun faqatgina o'zlarimizning YouTube kanalimiz uchun xolodilnikni xarid etdinglar, 4 milliondan oldinglar. Baraban sovg'asini oldinglar, ish o'rda ko'rib turgan kulleringiz, pilisosingiz, mikronovkangiz, pechkangiz 4'sinden birisini plus yanında qo'shib beraman. Faqatgina sizlar uchun, o'zlarimizning obunachilarimiz uchun do'stlar. Faqat 5 kun shoshilib ulgurib qolinglar. Keyin avtomat kir mashinalari ham zo'r chegirma, zo'r skidka beramiz bugun do'stlar. Avtomat kir mashinalaridan narx navolar ko'rib turibsizlar, o'zida yozilib turibdi. Ichi uzun bo'lishidan qat'iy nazar
hammasi chegirmada, skidkada bo'ladi. LG 5400 dan 4.400 ga tushgan. Sventage 3.600 dan 3.100 ga tushgan. Atlant Belorussiyaniki 4.900 dan 3.900 ga tushgan. Vestel Turkiyaniki 4.600.000 so'm, Medianiki 2.800.000 so'm, Indizitniki 2.800.000 so'm, Brandoniki 4 million so'm, Bosch'niki 6.900.000 so'm, Samsung'niki 3.900.000 so'm. Yana do'stlar narxlari o'zida yozib turibdi. Kir mashinasi ham 200 xildan assortimentimiz ko'p. 200 xildan ko'p kir mashinamiz bor. Kelib, qaysi birisi ma'qul bo'lsa, inverteri, bez inverteri, xohlagan bir avtomat kir mashinani xarid etib olasizlar. Sizlar uchun faqat 5 kun Xorazm bo'ylab, Qoraqalpog'iston bo'ylab dastlabki ustanovkalari bor. Onlayn savdo etaman degan yurtdoshlarimiz uchun onlayn savdo Telegramda ishimiz. Telegram nomerini qo'yib o'tamiz do'stlar. Birdan avtomat kir mashinani xarid etib olasizlar. Yanında işi ko'rib turgan podarkalaringiz mutlaq hammasi tekina bo'ladi do'stlar. Navlaba bu yerda. Sushilka bor, duxovka pechka, qozon nabor, pilisos, parovoy o'tik, chopper, hammasi termofoto mutlaqo tekina. Yo'q, men qiz uzatayotganim yo'q. To'ychi naboring kerakmi degan yurtdoshlarimiz uchun 43 lik televizor. Yo'q, televizoring kerakmi degan yurtdoshlarimiz uchun gaz plitasi, chaniki, tavoni, qozoni hamma vaji bilan. Eng zo'ri bo'ladi gaz plitadan do'stlar. Podarkaga berib turibmiz deb turib tuftasini emas. Podarkaga bersak ham zo'rini beramiz sizlar uchun. Yo'q, birdan avtomat kir mashinani xarid etib oldim. Toza xo'jalikman. Ariston kerak, nasos kerak degan yurtdoshlarimiz uchun Ariston ham, nasos ham mutlaqo bizlardan sizlarga tekin do'stlar. Faqat 5 kun ulgurib qolinglar. Xudo xolasa va'da bergandek 3 tane telefonni g'oliblarini aniqlab beraman. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Hammangizga omad tilayman. Bilasizlar, bundan burungi videomda 3 tane telefon qo'yib berganman. Kommentariya shova mutlaqo tekina do'stlar. Xudo xolasa o'z g'oliblarini aniqlaymiz. Hammangizga omad tilaymiz. Videomiz 5300 kommentariya bo'libdi shu videoda do'stlar. Bilasizlar, random orqali aniqlayman deyapman. Yana sirkasini olamiz, randomga tashlaymiz. Endi xudo xolasa ish o'rtasi 5200 dana kommentariyam yinglanadi. Ya sanab boshladi do'stlar. 5200 dana kommentariyamiz yinglangandan keyin 3 dana telefonni sizlarga kommentariya show uchun mutlaqo tekina beriladi do'stlar. Bilasizlar, oddiy kommentariya uchun yozasizlar kommentariya, like bosasizlar, do'stlarga videoni yuborasizlar. Sizlarga mutlaqo tekina zo'r podarkalarni qo'yib boryapmiz do'stlar. Bugungi videomiz ham kommentariya show zo'r bo'ldi. Kuller, pilisos, mikronovka, pechka bo'ldi. Maksimal darajada kommentariya yozinglar, like bosinglar, do'stlarga yuborib qo'yinglar. Sabab 5 kunlik nerealniy aksiya bo'lib turibdi. Barcha yurtdoshlarimiz shoshilib ulgurib qolishi kerak do'stlar. Keyin bilasizlar, biz Instagram faoliyatini yuritib boshladik. Instagram faoliyatimizda ham kunda istoriyalarni подписчикларga mutlaqo tekina, kommentariya shova tekina, podarkalarni berib turibman do'stlar. Instagram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Lider nomer 1 yozilib turibdi. 3187 obunachimiz bo'ldi. Xudo xolasa yana zo'r yangiliklarni chiqarib turibmiz bu yerda. Istoriyalar ham doimiy qo'yib boramiz. Magazinimizda bir yangiliklardan danishib turasizlar do'stlar. Instagram obunachilarimiz o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Zo'r yangiliklarni kuzatib turasizlar. Xudo xolasa 5200 dan kommentariyamiz ichidan 3 tane g'olib bo'ladi, 3 tane telefon. Buni shartlari kelasiz, profilingizni ko'rsatasiz, telefonni olib ketaverasiz. Kamida 10 dana do'stingizga yuborgan bo'lishingiz kerak, like bosgan bo'lishingiz kerak. Bizning Instagram kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishingiz shart do'stlar. Shu narsalarni ko'rganimizdan keyin beramiz. Yana ko'rib turibsizlar, 5366 dana kommentariya yinglandi. Endi hamma omad tilayman. 3 telefonni birinchisini o'ynaymiz do'stlar. Yana bosamiz. Kim tushadigan bo'lsa omadingiz. Yani yulduz C30 degan profilini yozilgan. Allohimga oson, ishlaringizni rivojini bersin deb rahmat kattagan birinchi g'olibimiz do'stlar. Ikkinchi g'olibimizning profilini ajoyib deb yozgan ekan. Uchinchi g'olibimiz do'stlar, uchinchi telefonimiz Glavniy. Ina profili Alloh qo'llasin deb turib yozgan ekan, like ham bosgan ekan. Kelib profillaringizni ko'rsatib olib ketaverasizlar do'stlar. Bizlardan uzoqlashmanglar. Sizlarga zo'r yangiliklarni chiqarishda davom etamiz. Bugungi videomizdan maksimal darajada do'stlarga yuborib qo'yinglar. Zo'r nerealniy takliflarni berdik do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizdan kuzatishda davom etinglar.